YouTube kanal ochishingizdan avvalan birinchi bo'lib turib hayolingizga qachon YouTube kanalda monetizatsiyaga ulayman, qachon daromad qilaman degan savollar bo'lsa kerak. Men YouTube'dagi 4 yildan ortiq vaqt davomida 40 dan ortiq loyihalarni ishlab kelganman. Bir nechta kanallarga knopkalar olib berganman. Nechtadirlab kanallarga hatto monetizatsiyalarga ulab berish, 100 mingta prosmotr qilish va hokazo. Bularning ichida siz YouTube'da biladigan Erkin Bozor, Ma'rifat Jamal, Shahadalin va bundan boshqa 40 dan ortiq loyihalarim bor va hammasini deyarli qiziqtiradigan eng asosiy masala bu YouTube'dagi monetizatsiya bo'lgan desam adashmasam kerak. Faoliyatimni olib borgan kanallar ro'yxatini esa opisiyaga kiradigan bo'lsangiz link qoldiraman, o'sha yerdan kirib bemalol portfolio bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Bugungi videoda esa siz bemalol o'zingiz kanalingizda monetizatsiyaga ulashni o'rganib olasiz. Odamlar esa bu narsani pullarga qildirib yuribdi. Boshladik. O'zi YouTube'dan pul qilishdan avval o'zi bu sistema, ya'ni bu tizim qanaqa ishlaydi? YouTube'dan siz qanday o'zi pul topasiz? YouTube o'zi qayerdan pul topadi degan savolga javob topib olish kerak. YouTube foydalanuvchilari videodan ko'rib o'tirgan vaqtida siz yoki men orasidan chiqadigan reklamalar hisobiga YouTube daromad qiladi. Ya'ni men bitta kompaniya bo'ladigan bo'lsam, sizni YouTube kanallaringizdagi videongiz menga ma'qul keladigan bo'lsa, men sizni YouTube kanaldagi videolaringizga targetga o'xshagan reklama yoqaman. Ya'ni YouTube'da o'zida reklama yoqaman va bu uchun pul to'layman. Va bu pulim borib YouTube'ning hisobiga tushadi. YouTube esa ochiq oydin shartlarga ko'ra siz bilan 70 ga 30 ishlaydi. Ya'ni sizni videolaringizga reklama beradigan insonlardan tushadigan pulni 30% ni olib qolib, 70% ni sizga o'zingizga qaytarib beradi. Mana endi savolga qisqacha javob beramiz. Ya'ni nima qilsa YouTube'dan ko'proq pul topaman desangiz, sifatli kontent qiladigan bo'lsangiz, reklamalardan tashqari monetizatsiyani o'zidan mana shunday qilib turib pul topiladi. Bu nima degani? Siz qanchalik qiziqarli video, davomli video, zo'roq video qilib turib YouTube'ga ko'proq mehr berib ishlasangiz, sizdagi reklama beradigan insonlar YouTube'da o'zida qatorlab turadi. Afsuski hozirda to'g'ri bizda O'zbekistonda bu narsaga imkoniyat yo'q, lekin yaqin kunlarda ochilishni biz ham kutib turibmiz va bu ochilib ketsa hammaga manfaatli bo'ladi. Va bu narsadan avval biz nima uchun bu kontentni qilyapmiz? O'zi YouTube'dan daromad topish manbalari qanday bo'lishligiga qisqacha sizga bilimimizni ulashyapmiz. Ana endi sizda savol tug'ilishi mumkin. O'zbekistonda monetizatsiya yopiq bo'lsa, YouTube'dan qanday qilib daromad qilishim mumkin desangiz, biz bu haqida alohida hali YouTube'ga video qilib beramiz. Ya'ni YouTube'da monetizatsiya bo'lmasa ham O'zbekistonda holatda turib qanday qilib daromad topish mumkin bo'lgan yo'llarini sizlarga ochib, amaldagi bo'lgan keyslar bilan ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Agar bu yerda sizda hozir bildirishnomalarda o'sha videoga link chiqayotgan bo'lsa, bu videoni biz allaqachon qo'yganmiz. Agar hali qo'ymagan bo'lsa, bizga obuna bo'lib kuzatib boring. Bu video chiqishidan birinchilardan bo'lib xabar topasiz. Ana endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, sizning videolaringizda nimani hisobiga bu pullarni hisoblab beradi yoki qanday hisoblab beradi desangiz, YouTuberlar orasida mashhur bo'lgan ikkita so'z bor. CPM hamda RPM deydi. CPM bu cost per mile, ya'ni inglizcha termindan olingan bo'lsa, bu har 1000 ta ko'rishlar uchun YouTube'ga siz reklamachi sifatida yoqadigan bo'lsangiz, bu tushadigan pul, ya'ni YouTube'ning hisobiga tushadigan pul bu CPM deyiladi. Endi RPM bor. RPM bu inglizcha termin, revenue per mile deyiladi. Ya'ni YouTube'dan sizga tushadigan har 1000 ta prosmotr, ya'ni ko'rishlar soniga chiqadigan pul. Endi yana ham sodda qilib bitta qaytarib tushuntirib beraman. CPM bu reklama yoqadigan inson sifatida yoki reklama yoqadigan kompaniya bo'lsa, men YouTube'ga to'laydigan pul, ya'ni YouTube'ning hisobiga tushadigan pul bu CPM da hisoblanadi. RPM bu siz YouTube bilan mana 70 ga 30 ishlaysiz, o'sha 70% sizga berishi bu RPM deyiladi. Menimcha maksimum sodda bo'ldi. Xo'sh, YouTube'dagi monetizatsiyadagi pullar qayerdan kelishini bildik. Endi O'zbekistonning hududidan monetizatsiyadan pul topish, ya'ni qanaqa bo'ladi bu desangiz, O'zbekiston hozirgi kunda YouTube'ning rasmiy shartnomalaridagi, ya'ni ro'yxatdagi davlatlardan bo'lmagani uchun O'zbekistonga monetizatsiya orqali pul bermaydi. Ana endi biz shu yerda har xil miflar bor. Kimlar aytadi, Amerika kanalidan ochsang pul beradi, unday qilsang beradi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Endi sizga monetizatsiya shartini O'zbekistonda nima uchun ishlamasak, o'zi ishlasa ham qanaqa hisobida pul berishligini qisqacha tushuntirib beraman. Misol, men mana hozir O'zbekistonda turibman, ya'ni O'zbekistonda yer sharidagi hududidaman. Meni bu deylik MacBookda yoki bo'lsa telefonimdan kirib turib foydalanuvchi sifatida YouTube'dan video ko'radigan bo'lsam, meni IP'im, ya'ni meni shu manzilim orqali YouTube'ga signal boradi. Ya'ni bu foydalanuvchi shu videoni O'zbekiston hududidan turib ko'ryapti deydi. Men O'zbekiston hududidaman va O'zbekiston YouTube bilan aytganimdek rasmiy shartnomasi bo'lmagani, kelishuvdagi davlat bo'lmagani uchun O'zbekiston hududida turib inglizlar kelib kuzatadimi, Amerikadan bir odam kelib turib uni telefondan ko'radimi, ahamiyati yo'q. Dunyoning istalgan nuqtasidan kimdir kelsin, O'zbekiston hududida kirib ko'rsa, videoga pul bermaydi. Bu faqat O'zbekiston emas, ya'ni YouTube bilan rasmiy hamkorlar bo'lmagan, monetizatsiyasi ochiq davlatlarda hammasida shunaqa ishlaydi. Endi bizning chegaramizdan chiqib turib, siz mana o'zbek fuqarosiman, shu kompyuterimdan chiqyapman-da, men Qozog'istonga borib turib agar o'sha videoni qaytadan ko'radigan bo'lsam, u joydan ko'rayotganligim uchun menga pul beradi.
Mana asl mohiyat qayerda? Sizga kimdir Amerikadan kanal oching, Amerika nomini oching, u nomerga oching, unaqa ishlaydi desa, hech qanday ishonmang. Buni ishlaydigan tizimi, sistemasi xuddi mana shu ketma-ketlikda. Ana endi davlatlardagi auditoriyalariga qarab turib ham bu narxlar o'zgaradi. Ya'ni siz qaysi davlatdan turib ijod qilishingizdan qat'iy nazar, sizni ko'rayotgan auditoriya qaysi davlatning hududida ko'rayotganligi bu yerda muhim rol o'ynaydi. Agar siz O'zbekistondan turib inglizcha kontent qiladigan bo'lsangiz va sizni videolaringizni Amerikadan, Yevropadan va boshqa davlatlardan ko'rayotgan bo'lsa, siz O'zbekistonda turib ham bemalol pul topa olasiz, borib banklardan u pulni yechib ola olasiz. Ya'ni masala shu yerda. Ana endi siz bu narsaga ta'sir o'tkaza olmasak ekansiz. Ya'ni qaysi ma'nodaki RPM, ya'ni sizga to'lanadigan pulni ko'rsatkichi davlatlarga qarab turib o'zgarib chiqadi. Amerikadan sizda kimdir kuzatsa, unga boshqacha pul to'laydi. Shvetsariyadan sizda kuzatadigan bo'lsa, boshqacha pul to'laydi. Buni marketing tilida nima deydi? Sizni auditoriyangizni bahosiga qaraladi. Qaysi davlatda auditoriyasi ko'rishiga qarab turib, auditoriyaning narxlari bor. Oddiy qilib sodda tilda aytganda. Endi auditoriyaning narxidan tashqari kontentlarda ham narxi bor. Oddiy misol, siz qanaqadir qo'shiqlar, o'yinlar, shunga o'xshash kontent qiladigan bo'lsangiz, sizni har mingta ko'radigan prosmotringiz uchun kamroq pul beradi. Lekin finans, ya'ni moliya haqida yoki shunga o'xshagan ilmiy kontentlar qilib turib video qiladigan bo'lsangiz, sizni har mingta ko'rishlar soningizga ko'proq pul beradi. Bu haqida har xil jadvallar bor. Agar montajda ko'rib topadigan bo'lsangiz, shu jadvallar ro'yxatini berib o'tamiz yoki pastdagi opisiyaniyada Telegram kanalimda mana shu haqida alohida maqola yozib qo'yaman. Bemalol kirib o'qisangiz bo'ladi batafsil. Aytgancha Telegram kanalimda har 2 haftada bir oyda bir marta ovozli chat uyushtiramiz. U yoqda hamma YouTube'dagi insonlar, qiziqadiganlar qo'shilyapti va o'zlarida bo'layotgan muammolarni ovozli chatlarda bemalol olib turishdi. Undan tashqari kommentariyalar va hokazolarda men odatda aktiv bo'laman. Kuzatib boring, obuna bo'lib qo'ying. Telegramda men bilan tezroq aloqaga chiqishingiz uchun yaxshi instrument. Xo'sh, endi lilik chekinish qiladigan bo'lsak, chet elda YouTubedan foydalanuvchilar agar tanishingiz boshqalar bo'lsa, so'rasangiz bo'ladi, hadeb reklama chiqarib xit qilib nima uchun? Kontentlar yaxshi, YouTube'ga mansasa pul to'laydi, ular ijod qiladi, reklamachilar reklamasini beradi va pul shunday aylanadi. Bizda esa reklama beraman desangiz ham imkoniyat yo'q. Ya'ni bitta kontent ko'raman deb turib qarasangiz, reklama chiqmaydi. Bu nima degan? Odamlar chet elda reklamalarsiz kontent ko'rish uchun premium podpiska sotib olib turib, pul to'laydi har oyga menga reklamasiz kontent ko'rsat deb. Endi biz butun O'zbekiston bilsak bo'ladiki, bemalol premiumdan foydalanyapmiz deb qaravering. Agar mabodo mansasi yoqib qolsa, hamma kutyapti. YouTuberlar to'g'ri YouTube'da ijod qiladiganlar, lekin foydalanuvchilarga ochig'ini aytaman, ozgina qiyinchilik tug'dirish boshlaydi. Reklamalar bosh og'riqlar va itak dali. Ha, yana bir narsa bor bu yerda. Agar siz O'zbekiston hududida turib, VPN ni yoqib turib kontent ko'radigan bo'lsangiz, tashqaridan, ya'ni O'zbekiston hududidan tashqaridan turib kontent ko'ryapti deydi va kontentlariga pul beradi. Bu gapim bilan sizni VPN dan foydalaning deb targ'ib qilmoqchi emasman. Shunchaki bilim o'laroq, ma'lumot o'laroq aytib o'tyapman. VPN nima narsa deyish bilasam, jinoiy javobgarlikka boradi. Monetizatsiyaga qanday ulashni ko'rsatishdan oldin o'zi uni shartlarini qanday bajarish kerakligini aytib beraman. Yaqin-yaqinigacha monetizatsiyaning shartlari 1000 ta obunachingiz bo'lishligi, ya'ni sizda kanal ochgandan beri 1000 ta obunachi yig'ishligingiz va 4000 soatdan oshiq sizda videolaringiz ko'rilishi kerak edi. Bu 365 kun ichida qilinishi kerak bo'lgan, ya'ni oxirgi 365 kundagi ko'rsatilgan statistika shunaqa bo'lishi kerak edi. Va yaqin 5-6 yilmi avval shortlarni ham imkoniyat qo'shildi. Ya'ni short kontent ochilgandan keyin 10 millionta shortni siz 90 kunda yig'adigan bo'lsangiz, shu imkoniyatni beradigan bo'lgan edi adashmasam. Hozir esa shartlar ancha osonlashgan. Hozirgi kunda siz 500 ta obunachi yig'ib turib, YouTube kanalingizga 3 tagina videoni yuklasangiz kifoya. Shunchaki ariza berasiz va siz YouTube kanalidan monetizatsiyadan bemalol daromad qilsangiz ham bo'ladi. Ana endi buni ikki xil formati bor. Birinchi eski uslubida, ya'ni 1000 ta obunachi qilib 4000 ta podpishchiga yig'ganingizdan keyin monetizatsiyaga ulayman desangiz, siz YouTubening o'zidan monetizatsiya bo'limidan orqama-ketin shartlarni bajarib turib yuklab ketaverasiz. Bu osonroq. Lekin siz hozirgi men aytgan yangi uslubi bilan, ya'ni yaqinda shu yozda adashmasam bu narsaga imkoniyat berildi. 500 ta podpishchik, ya'ni 500 ta obunachi bilan 3 ta videoni yuklaganingizdan keyin siz alohida so'rov yuborasiz. Men hozir sizga o'sha ikkinchi uslubini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hali endi sizga o'zimning kompyuterimda ekran zapis qilib ko'rsatib beraman, ko'rib olaverasiz. Buning uchun birinchi YouTube'ga kirib olamiz. O'zingizning kanalingizga kirganingizdan so'ng Tvorческий studiyaga kirib olamiz. Bu yerda siz YouTube'da to'liq nastroykalarni nazorat qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsangiz, monetizatsiya degan bo'limi bor, ya'ni daromad va ingliz tilida bo'lsa, menimcha earn deb yozib qo'ying, pul topish va hokazoga o'xshab. Men ruscha interfeysda ishlataman. Sizga ham agar shu ruscha interfeys qulay bo'lsa, shundan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Ana endi bu yerda qilish kerak bo'lgan bitta ish bor edi o'zi.
Siz kanalingizni davlatini o'zgartirib qo'yishingiz kerak. Misol uchun men hozir ro'yxatdan YouTube'da O'zbekiston qilib o'tgan bo'lsam, O'zbekistonda boya yuqorida sanab o'tgan deb manisatsiyaga ulanmaganligi uchun buni davlatni O'zbekiston tashqari bir ixtiyoriy davlat qilib qo'yishingiz bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz настройка bo'limiga o'tamiz. Настройка bo'limiga o'tganimizdan so'ng kanal degan bo'lim bor. Kanal degan bo'limga kiradigan bo'lsak, mana yerda strana degan bo'limdan davlat tanlab qo'yasiz. Men ko'rganinglardek Turkiya davlatini tanlab qo'yganman. Nega? O'zimizning o'zbek mentalitetiga yaqin deb Turkiya davlatini qilib qo'yganman. Ana endi undan keyin aytganimdek manisatsiya bo'limiga o'tsak, bu yerda bu ikkinchi uslubda shunaqa turadi. Hali ya'ni o'zini amaldagi shu paytgacha bo'lib kelgan qonun qoidasi bo'yicha birinchi uslubimizda aytganimizdek holatda bo'lmagani uchun sal pastroqqa tushamiz. Ko'rsangiz mana padyat zayavka turadi. Shuni knopkani bossak mana bunaqa holat ochiladi. Birinchi etap, ikkinchi etap, birinchi qadam, ikkinchi, uchinchi qadam. Xuddi shunaqa ochiladi. Siz agar 4000 soatni bajarib, 1000 ta obunachilik yig'adigan bo'lsangiz, xuddi shu etap ochiladi. Endi nachatni bosamiz. Shu yerda ham eslatma qilib o'tib qo'yaman. Siz bu etaplarga kelishingizdan avval kanalingizda siz bu etapni verifikatsiyani o'tkazgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni ikki bosqichda himoyada o'tkazib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Bu haqida men alohida darslik tayyorlab qo'yganman. Shu yerda chiqadi. Bu videoni oxirigacha ko'rib bo'lgandan so'ng esa videoni oxirida ham qo'yib qo'yaman. Bemalol kirib o'sha videoni ko'rib, birinchi o'sha shartlarni bajarib olishingiz kerak. Keyin esa videoni shu joydan davom ettirsangiz ham bo'ladi. Ana endi nachat degan knopkani bossak, bu yerda o'zining qonun qoidalari haqida aytadi. Erinmasdan o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Agar siz YouTube sohasiga qiziqadigan bo'lsangiz, bunga erganlar uchun esa biz davom etib ketaveramiz. Zaявкani nachatga bosganingizdan so'ng ozgina загрузка bo'ladi. Avtomatik ikkinchi etapga o'tib boradi. Ya'ni mana выполнение bo'lyapti. Birinchi qadamdan o'tdingiz. Ya'ni siz biz bir-birimizni o'zaro deyapti, kelishuvlarimizga rozilik bildirasanmi dedi-da, men rozilik bildiraman dedim. Ikkinchiga o'tamiz. Endi ikkinchi etapda siz AdSense da, ya'ni bu Google'ni o'sha pul tushadigan AdSense akkaunt. Qaysi ma'noda kashlyok deb qarasangiz ham bo'ladi. Shu hamyoni tushadigan joyi. O'sha Google AdSense da akkaunt ochib turib, YouTube'ga ulashingiz kerak bo'ladi. Shu narsani YouTube oson qilish uchun o'zining ikkinchi qadamiga bog'lab qo'ygan. Biz nima qilamiz? Nachat degan joyini ochamiz. Nachat degan joyini ochganingizda, kirganingizda sizdan so'raydi. Sizda deydi, bormi hozir AdSense akkaunt, ya'ni YouTube'ga ulab qo'yaylikmi deydi, yoki shu variant tanlasiz, yo'q, menda akkaunt yo'q deydi. Siz aytishingiz mumkin, да, у меня есть аккаунт AdSense или AdSense для YouTube, ya'ni YouTube'ga ulangan AdSense. Men aytishim mumkin, yo'q, menda AdSense akkaunt yo'q, odatda ko'pchilikda bo'lmaydi. Men shu narsani ko'rsatib beraman. Bor bo'lsa, buni qila olgan odam o'zi oson ulab qo'yaveradi. Shuni prosta connect qilib qo'yasiz, bir-biriga ulab qo'yasiz. Ko'pchiligiga standart tushadigan usul ikkinchisiga o'tamiz va продолжить bo'limini bosamiz. Продолжить bo'lmasa bo'lsa YouTube'dan chiqib ketadi-da, sizga Google'ga olib o'tib qo'yadi. Google'da endi siz Gmail'ingizni tanla deydi. Qaysi Gmail'ingni o'tasangiz, men o'zimda Gmail'ni kiritib qo'yaman. Использовать этот аккаунт degan bo'lim chiqadi. Men endi oldin bundan ro'yxatdan o'tib yurganim va ko'p AdSense ishlaganim uchun menga tayyor mana bunaqa holatda olib chiqib ko'rsatib beryapti. Men nima qilaman? O'zi tayyor ma'lumotlarim meni Google akkauntimda, boshqa AdSense'larimda bo'lganicha o'zi kiritib beryapti. Agar sizda bo'lmasa, siz quyidagi shablonga ko'ra kiritishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun davlatni tanlaysiz, O'zbekistonda bo'laysiz, chasovый poyezd bor, ya'ni qaysi vaqt oralig'idagi hudud bu, ya'ni GTM5midi, shunaqa yozilarmidi? Ya'ni 5 soat oldin normal standart hisoblangan nimadan, GTM yoki GTM deyilarmidi? +5ni tanlaysiz. O'zbekistonda standartniy время degan joy, shuni ham tanlab qo'ysiz bo'ladi. Tip akkaunt, ya'ni akkauntning holati qanaqa, biznesmi, hokazomi. Meniki lishniy akkauntni belgilab qo'yaman. Naзвание kanal nima esa? Naзвание bu o'zingizni pasport данныйlaringizni kiritasiz bu yoqqa. Undan keyin adresga to'liq, eng muhim joyi shu adresda to'liq ma'lumot kiritasiz. Платежная valyuta, ya'ni qaysi pulda senga to'laylik deydi. Men dollarda США, ya'ni Amerika dollarida qilib belgilab qo'yganman. Endi manisatsiyaga ulayotganda mana shu AdSense da to'ldirish kerak bo'lgan ma'lumotlarning shablonini men Telegram kanalimga kirib obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, u yerga ham shablon tashlab qo'yaman va pastda описаниеda ham link bor. Darsdan keyin bemalol linkka o'tib turib ko'rib, shuni ro'yxatga o'tkazayotgan paytda tayyor namunaga qarab turib bemalol to'ldirsangiz ham bo'ladi. Hali endi продолжить qilib turgan keyingi bosqichga o'tishdan avval mana bu yerdagi strana bo'limi, ya'ni davlatida O'zbekiston belgilashlik nega shartligini tushuntirib beraman. Boya aytdik, biz O'zbekiston hududida bo'lsa bizga pul bermaydi YouTube deydi, ya'ni O'zbekistonda ko'rsa. Endi biz bu AdSense ga nima uchun O'zbekistonda kiritamiz desangiz, siz pulni qayerdan yechib olasiz degan savol bu. O'zbekiston hududida yechib olaman. Mana danli pasportim shu, mana shu pasport bilan, mana shu nimalar bilan borib turib men yechib olaman deb o'zimning shaxsim haqida kirityapman. Ana endi bizda bir akamiz bilan shu holat bo'yicha aynan muammo bo'lgan. Bu YouTube'da juda mashhur bo'lgan. Yaqinda biz ularga tilla knopka olib berdik. Xudo xolasa shu haqida ham alohida video qilib qo'yamiz. Agar hali videomiz chiqmagan bo'lsa, bu yerda qo'ng'iroqcha chiqmaydi. Agar chiqqan bo'lsa, shu yerga qo'yib qo'yamiz. Buni kirib O'zbekistondagi noyob bo'lgan, kamyob bo'lgan tilla knopkalarni olish jarayoni, o'zi qanaqa olish kerak haqida sizga bitta darslik qilib qo'llanma qilib berganmiz. Bu knopka o'zimiz uchun ham tilla birinchisi hozircha. Yaqin-yaqinda yana ikkinchi, uchinchilariga xudo xolasa harakat qilamiz. Balki bu inson siz bo'lishingiz ham mumkin. Bu inson hammaga tanish bo'lgan Said Akrom aka chef kanalidagi oshpaz akamiz bo'ladilar.
Ular nima qilgan? Ular o'zi Mindset-da Avstraliya degan bo'limni biriktirib qo'ygan va pulni yechib olaman deyotganda Mindset-da muammo bo'lganida bizga aloqaga chiqishgan. Shaxsan men o'zimda o'sha vaqtlari mana bu darslik, YouTube'dagi o'quvchilarga o'rgatish va hokazo ishlar bilan band bo'lganim, loyihalar bilan bo'lganim uchun o'zimni eng yaqin shogirdlarim mana shu kamera orqaga oldida turgan Muhammadiyor meni aytyapti. ukamizni o'zlariga bog'laganmiz. Ular borib turib shu muammosini hal qilib bergan. Muammo nimada bo'lgan? Aytganimdek, Avstraliyadan ular ro'yxatdan o'tib qo'ygan. Avstraliyaga borib turib siz endi yoki tanishingizda yoki o'zingiz borib turib u yerdan olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizni hamyoningiz Avstraliyada bo'lib qolgan. Biz nima qilganmiz? U adashmasam hisoblarida $1000 oshiqlar pullari bo'lgan va kanal yaxshigina daromad topgan. Shu yerda skrinshotlar bo'lsa, hali skrinshotlardan qo'yib sizlarga ko'rsatib beramiz. Skrinshotda turibdi bizda. Keyin O'zbekistonda Mindset-ga ulab turib, O'zbekistonda AdSense akkaunt ochib biz ulab qo'ydik va hozirgi kunda daromadlar ham keskin oshib ketgan. Mindset-dan nimaga deydigan bo'lsangiz, siz qanchalik YouTube'da ichki holatlarini, ularning qonun qoidalarini, optimizatsiyalarini to'g'ri qiladigan bo'lsak, sizning videolaringizdan keladigan daromad ham ko'payishni boshlaydi, YouTube'da prosmotr ham ko'payishni boshlaydi, kanalingiz tez uchadi. Bular haqida men alohida darslar qilib YouTube kanalimga qo'yib boraman. Bemalol kirib kuzatib boringlar. Shu paytgacha qo'yganmiz. Bundan keyin ham qo'yamiz, xudo xolasa. Ana endi biz darsligimizni davom ettiramiz. Ekran zapiskiga qaytadigan bo'lsak, продолжить bo'limini bosgandan keyin bunaqa условия использования AdSense для YouTube ya'ni uni qonun qoidalari qisqa qilib aytadigan bo'lsak, kirib ko'rib chiqasiz. Men roziman degan bo'lim belgisi. Biz endi buni oldin o'qib chiqqanligimiz uchun tez o'tkazib yuboryapmiz. Siz birinchi marta qilayotgan bo'lsangiz, erinmang maslahatim. Nima imkoniyatlaringiz bor, nimaga sizda huquqlaringiz bor, batafsil bilib olasiz. Ularni shartlarini to'liq ko'rib, o'rganib chiqasiz. Ana undan keyin mana informatsiya klienti degan joy bor. Siz fizik litso va hokazo o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar sizga ko'rsatadi. Shu haqiqatan to'g'rimi, tasdiqlaysanmi degan ma'noda. Va mana Отправить bossak, keyin telefon raqamni ko'rsatadi. Telefon raqam o'zimning shaxsiy raqamim. Menga nima qulay? Senga deydi, tekstli сообщение qilaylikmi? Ya'ni SMS qilib borsinmi senga xabarimiz yoki telefon qilaylikmi deb so'raydi. Endi menga odatda telefon qilishligi qulay SMS dan ko'ra, chunki orada SMSlar kelmay qolishadi. Shuning uchun голосовой вызов qilib turib, ya'ni telefonga telefon qilib menga kodini ayt degan joyini belgiladim. Mana bosdik. Qani endi ko'ramiz qanday holatda kechadi, qanchada bizga qo'ng'iroq qiladi. Благодарим за использование сервисов Google. Никому не сообщайте этот код. Свяжитесь с сотрудником Google. Ваш код для входа в аккаунт 1 8 6 5 0 1. Прослушайте код еще раз. 1 8 6 5 0 1. До свидания. До свидания. Ko'rganinglarda o'sha zahoti hal bo'lyapti. Ya'ni har bitta qadamda ketmay to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, o'sha zahotni o'zida hal qilasiz. Mana sizga namuna kechqurun soat 3:40 da qilyapmiz. 3:40 da siz ishlarni, jarayonlarni ketma-ket to'g'ri bajarsangiz, ahamiyati o'sha vaqtni o'zida sizga bog'lanib, soniyalarda hal qilib beradi. Agar shu jarayonda sizda muammo bo'lyaptimi, bilingki, siz YouTube'dagi qonun qoidalarini o'zi qilinish kerak bo'lgan ishda ketma-ketligini to'g'ri bajarmayapsiz. Shunday holatda bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ysangiz, bir oyda bir marta yoki ikki marta, shu 2 haftalarda bir voice chatlar qilib turamiz. O'sha joyda savollaringiz bo'lsa, bemalol berib, biz bilan birga YouTube'da o'rganishda davom etsangiz bo'ladi. Undan keyin mana Отправить qilamiz. Мы проверим ваши информацияni. Biz seni ma'lumotlaringni tekshiramiz dedi va tekshirishni boshladi. Keyin biz ungacha tekshirgungacha пересвязанный, ya'ni men YouTube kanalimni nimaga ulashlik bo'yicha arizani topshirdim. Ana endi mana bu yerda загрузка ketadi. Ozgina kutib turasiz. Endi chatda deb bo'lib turibdi. Ya'ni hali boshlamadik. O'zi bitta refresh bo'ladi. Mana ko'rganinglardek YouTube nimalar va выполнится degan sariq yozuv paydo bo'lib qoladi. Hali hech narsa ish qilmagan bo'lsangiz, pastda bunaqa seri, ya'ni kulrang holatda bo'lib qoladi ranglari. So'rov yuborib qo'yilgan bo'lsangiz va jarayonda ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, sizda sariq bo'ladi va o'sha etapda o'tgan bo'lsangiz yashil bo'ladi. Endi esa biz bulardan javobni kutamiz. Pastda yozib qo'ygan. Bu 2-3 haftagacha vaqt olishligi mumkin deb ruschasida mana ko'rib tushunib olasiz. Ana endi 2-3 haftani kutamiz. Odatda 2-3 kunda ham bo'lib qoladi. Biz bugun siz bilan bu video orqali YouTube'dagi qanday kanalda Mindset-ga ulagan daromad topishlik imkoniyatini ko'rib chiqdik. Endi bundan keyingi ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich videolar darsliklar bo'lishi kerak. Ular qanaqa bosqich desa, siz to'plagan pulingizni, topgan pulingizni endi qanday qilib chiqarib olasiz, nima qilasiz? Ya'ni o'zingizga qanday qilib turib cash holatda, naqd pul holatda olishingiz mumkin degan darslikda biz chiqarmaslik deb o'ylayapmiz. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, bu pullik dars va bu pullik bo'lishi kerak, yoki qadriga yetilgandan keyin bu narsaga haqiqatan qiziqib ketgan insonlar jamiyati borligiga ishonch hosil qilganimizdan keyin bepul chiqarishimiz mumkin. Bu uchun esa meni kichkinagina shartim bor.
Odatda bu narsa pullik bo'ladi. Bu haqida Telegram kanalimda kirib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Qachon bepul qilasiz desangiz, bepul darslik qilishga men hozir ham tayyorman. Qachonki kommentariy 1000 ta yoziladigan bo'lsa, o'sha zahotiyoq biz bu darslik yozishga va'da beramiz. Obuna bo'lib qo'ying va pullik darsliklarni ham bepulga olishni qo'ldan chiqarmang. Keyingi darsda ko'rishguncha, paka-paka.